Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoyning genetik qurollarni taraq qildirayotganligi ilgari surildi. Saudiya Arabiston Xitoy tilini darslik qatoriga kirgizdi. Qirg'iziston sud mahkamasi Atambayevni davomli tutib turishni qaror qildi. İstanbulning ikki cho'ng ko'riki Afg'oniston bayrog'ining rangiga burkandi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Erkin Asiya radiosi xabarida o'tgan hafta Amerikadagi mudofaa bir nomli to'g'rida e'lon qilingan maqolada Xitoy armiyasining genetik qurollarni taraq qildirayotganligi ilgari surilgan. Maqolada qayd qilinishicha, navbatda Xitoy ozodlik armiyasi bu jihatda Xitoy fan tadqiqot sohasi bilan hamkorlashmoqda ekan. Maqolada Xitoy ozodlik armiyasining bu sohaga bo'lgan qiziqishining strategik tadqiqot dokladlarida aks etayotganligi, bu dokladlarda biologiya sohasidagi taraqqiyot kelgusidagi to'qinishning shakli va xarakterini bekitishga turtki bo'ladi deb qaralayotganligi ta'kidlanib, Xitoy Markaziy harbiy ishlar komitetining 2016-yildan beri mengi tadqiqoti biomimiklik sistema, biologiyalik va biomimiklik materiallar ham inson iqtidori, biotexnologiyasining yangi nazariyasi qurilishiga mablag' ajratganligi, Xitoy harbiy doiralarining bu sohaga bo'lgan qiziqishi andish qo'zg'ayotganligi bildirilgan. Maqolada yana Uyg'urlar tilga ilingan bo'lib, Xitoy hukumatining dunyodagi eng chong gen ombiri bo'lgan davlatlik gen bankisi qurib chiqqanligi, mazkur gen bankisining Kaliforniya shtati va Avstraliya qatorliq davlatlardagi tajribaxonalar bilan aloqasi borligi, Xitoy davlatlik gen bankisining faoliyati Amerika davlat majlisi a'zolarini andishiga solayotganligi, Xitoy davlatlik gen bankisining Kaliforniya universiteti, Filadelfiya bolalar doktorxonasi qatorliq o'rinlar bilan bir qator hamkorliklarda bo'lganligi bildirilgan. Mudofaa bir to'g'ridagi qurolliq biotexnologiya Xitoy davlatlik gen bankisining Sharq Turkistondagi tadqiqoti va hamkorlikning bu rayondagi kishilik huquq tafsandachiligi bilan bo'lgan aloqasi, jumladan mazkur rayondagi Uyg'urlarning genetikalik uchurini majburiy yig'ish qilmishi bilan bo'lgan aloqasining savol paydo qilganligi bildirilgan. Saudiya Arabiston hukumati Xitoy tilini har darajalik ma'rif qatlamlarga o'rta maktab va universitet darsliklariga kirgizishni qaror qilgan. Saudiya Arabistonliklar gazetining xabar qilishicha, Saudiya Arabiston podshohi bin Salman 21 fevral Xitoyni ziyorat qilish jarayonida ikki tarafning fikr birligi hosil qilganligi, shundaqla kishini cho'chitadigan bir qaror berib, undan keyin Xitoy tilini har darajalik ma'rif qatlamlarda rasmiy darslik sifatida umumyuzlik amallashtiradiganligini bildirgan. Xabarda yana Saudiya Arabistonning Xitoy bilan bo'lgan do'stligi, har jihatdagi strategiya hamkorlikni texmi oshiradiganligini, Xitoy tilini ma'riflashtirish orqali ikki davlat o'rtasidagi savdo va madaniyat almashtirishni ilgari suradiganligini, Xitoy tilining darsga kirgizilishi Saudiya Arabiston o'quvchilarining madaniyati ko'p xillashishini olg'a surib, Saudiya Arabistonning ma'rif sohasidagi 2030-yillik taraqqiyot orzusi, milliy taraqqiyot planini amalga oshirishiga turtki bo'ladiganligini bildirgan. Qozog'iston axborot agentligi xabarida Bishkek shaharlik sud mahkamasi 16 avgust yig'ini ichib, sobiq prezident Almazbek Atambayevni tutib turish tadbiri hamda Qirg'iziston davlat bexatarlik komitetining qamoqxonasiga o'tkazish masalasiga qarab chiqarilib, 26 avgust kunigacha tutib turildi ekan. Almazbek Atambayev chiriklashish va chiriklash qilmishiga ko'z yumish, keng ko'lamli qalayimqonchilik tashkillash, go'rak elish, qonunsiz qurol saqlash, qonun ijro qiluvchilarga zo'ravonlik bilan qarshilik qilish qatorliq jinoyat bilan ayblangan ekan. Atambayev 2011-yil 12-oydan 2017-yil 11-oygacha Qirg'izistonning prezidenti bo'lgan. Bu yil 8-avgustda qo'lga olingan. Hukumat qanot yedirgan qorshab tutish harakati jarayonida Atambayevning qo'lg'uvchilari bilan alohida qism to'qnashgan bo'lib, bir alohida qismi xodimi o'lib, yuzda kishi yaralangan ekan. Afg'oniston Islom Jumhuriyati qurilganligining 100 yillik munosabati bilan Fatih Sultan Mahmad ko'riki, Sultan Yavuz Selim ko'riki Afg'oniston bayrog'ining ranglari bilan nurlantirildi. Fatih Sultan Mahmad ko'riki bilan Sultan Yavuz Selim ko'riki muhim kunlarda munosabatli ranglar bilan nurlantirilgan bo'lib, bu qatim Afg'oniston mustaqilligining 100 yillik munosabati bilan Afg'oniston bayrog'ining rangi bo'lgan yeshil va qizil rangi purkandi. İstanbul shaharlik hukumati energiya va nurlantirish ishlari mudirligi tomonidan amalga oshirilgan bu faoliyat 20 avgust atigan tong atqanga qadar davomlashdi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.